Assalomu alaykum, hurmatli hamyurtlar. Dendrabena Vineta chuvalchanglarini holatini ko'ramiz. Videoni qisqaroq qilishga harakat qilamiz. Juda ham ko'p cho'zilib ketsa ham videoni unumdorligi pasayib ketadi. Bu mana shu yerda mana halqa aylanib boshlagan. Demak, bu tuxum qo'yishga, urug'lanishga уже tayyor chuvalchang. Bunaqa yiriklarni olamiz. Mana bunaqa yana bo'sh eshiklarimiz bor. Mana bu yerda eski eshiklarimiz, oldin tuxum qo'ygan, tuxumlarni joylagan, keyin bunga o'tkazgandik. Mana telefonimiz zaryadkasidan tugab qoldimi deyman. Chuvalchanglarning o'sishi juda ham a'lo darajada. Buni ko'rib havas qilasizda. Kelib ko'rsangiz, o'zingiz boqqan narsani shunaqa yetishayotganini ko'zingiz ko'rinib ketadi. Narigilarni ham ko'ramiz. Ustiga qog'oz qo'yibmiz. Nimaga deganda ular ustiga ham chiqib yurishadi soyada. Mana natija. Boshi bu tarafda ekan bu. Bilsangiz mana shu yerda halqasi bo'ladi. Kaliforniya chuvalchangi boqqan insonlar biladi buni. Shu halqachasi nima qilib bo'lgandan keyin mana shuni har bitta eshikka kattalaridan yangi mana shunaqa eshikka 250 tadan joylaymiz. Bular matchli bo'ladi-da. Urug' qo'yib boshlaydi. O'zi yetishib bo'lgan mana. Ularni erta-indin sortirovka qilib, matchnik qilib joylaymiz. Buni ham ko'raylikchi. Shu daqiqada o'tib ketdi-yu. Videoyimizni sifati sal pastroq. Bularga 2 oy bo'ldi. 3-oyda уже tuxumga kirib boshlaydi bo'ladi, urug'lanib boshlaydi. Bir-biri bilan birikib. Oldingi videolarimda ko'rsatganimdek 0 dan Dendrabena Vinetani urug'idan mana shu razmerga kelib bo'ldi. Mana. Hali bular yana o'sishadi. Uzunligi cho'zilgan payti 25 santimetr gacha boradi. Manbalarga qaraganda besh oltitasini olib ko'rsatamiz buni.
Ularning harakatlari ham juda ham faol. Demak, ularni chuvalchanglarni ozuqasi, yemi, suvi vaqtida berilayotgani uchun shuni hisobiga bo'ladi. Yaxshi yurishadi, maza qilib yurishadi. Mana shunaqa aktiv bo'lishadi-da. Agar kim bu chuvalchang bilan shug'ullanmoqchi bo'lsa, ko'konlarni, ya'ni urug'larni oldirib berish xizmatimiz bor. Hozirda o'zimizda tuxumi yo'q. Hali tuxumga kirib boshlashmadi. Endi boshlashadi. Yana bir oylarga tuxumlari ham paydo bo'lib boshlaydi. Eshikni yopamiz. Bu joy podval. O'z uyimizda, xonadonimizda podvali. Shu podvalda bo'sh joy bor edi. Bu yerda nima qilsam bo'ladi deb o'ylab yurgandim. Xudoga shukr, bu joyga ham ega topildi. Endi Rabinavinetda mayda chuvalchanglar ham bor mana. Hali endi o'sib kelayotgan, bu kechroq chiqqanda bu. Ko'rinyaptimi? Bundan ham maydalari ham bor, oq-oqlari. Bu degani hali yana bitta 10 ta yashik bundan tashqari kerak bo'ladi bizga. Matishnikka. Xudo xolasa natija yomon emas. Like bosib, obuna bo'lib qo'yish isdan chiqmasin, aziz do'stlar. Endi Rabinavinetdan noldan qanday qilib boqishni, ana shu idishni ham penoplastdan nima qilib razmerlarini nimasini kelgusi videomizda joylab boramiz. Like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Mayda lichinkalar ham bor. Shunaqa maydalikda shu darajaga kelishdi 2 oyda. 2 oy.